Lekin kasal bo'lgani uchun uradi. Unday qilib uradi, bunday qilib uradi. Nimadirga sababchi bo'ladi-da. Alloh shuni qo'ynimga solibdi shu safar. Mana shu safar o'zi har doim qo'ynimda bo'lgan hijob taqish, bir kun emas, bir kun taqaman hijobimni. Lekin davomiy qilib taqaman. O'yinchoq qilish uchun emas, oxirigacha borish uchun taqaman hijobimni degan maqsadda kutganman shunaqa vaqtni, o'yin qilmasligi uchun. Oldin yechgansan deb gapirayotganlar uchun men 5-6 yil oldin yechganman. Unda ham o'ziga yarasha juda katta sababi bo'lgan. Bu narsalarni men aytib berganman. Bolamni kashisiga pul qolmagan, ko'chalarda qolib ketganman. Ro'molim